Assalamu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Nexi 2'ni kam yurganini so'rab yurganlar uchun Nexi 2'ni kam yurgani geldi. Kraskalari 100% toza, bemalol ustalaringizga tekshirib olsangizlar bo'ladi. Yurgan kilometrlari 40 ming kilometr yurgan ekan, mashinani 100 million so'm olgan ekanlar. Mashin lyuks konditsioner 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari 100% toza ekani aytishi bo'yicha, yurgan kilometrlar ham 100% garantiyadadirlar. Azizlarimizdan bir xabar ko'ramiz. 40.218 kilometr yurgan ekan mashinamizdan. İşçi holatlarini bir xabar gösteramiz. Mashin pryamoy egadan. Mashinni o'zini og'asidan olgan ekanlar. Xudo xolasa, mashin og'asini orunda ekan. Yana xudo xolasa bemalol generalni ham mo'sh beriladi axir, ha? Ova. Yine motorlara suvam demeyin görüşleriniz mümkün. Üzünü halatında duruptu. Kime kızık bo'ladi olsa, Nexi 2'ni kam yurganini qidirib yurganlarga tashab qo'yasizlar. Narxini 80 milyon aytdilar. 80 milyona qo'yib bilinma reklamaga dedim. Mashinning bahosini 75 milyon so'mga qo'yib berdik, hurmatli obunachilarimiz. Kimga qiziq bo'ladi olsa, 2014-yil kraskalari 100% toza, hech yerine kilit demeyen, hattoki yine motorlarning holati suvam degan emas. Mashinamızda sizlere 75 milyon so'mga qo'yib beramiz. Qimmatmi, arzonmi, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Mumkin buni o'zini minadon odami bo'ladi. Agar qimmat bo'lsam yozib qoldirsangizlar, bizda hech narsa demaymiz. Bizlar chunki mashina egadan gap turibdi. Bemalol gelib egasi bilan pryamoy savdo qilsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa, egalarini nomerlarini beramiz. Shu yerda gaplashasizlar. Yine ish teylaridan bir qator göstermen yine o'ta zo'r turibdi. Mashinning hamma yeri zo'r. Narxini shunda 75 deb qo'yamiz, shunda bo'ladimi axir? 75 milyon deb baho qo'ydik. Yasangizlar egalari bilan savdolashtiramiz. Mashin pryamoy egadan. Hammalaringizga rahmat, hammalaringizni Qo'shko'pir avtomobilda kutib qolamiz. Mashina zapaskalari yere tushmagan, ichlari akkuratli holatda, hatto orqalarini zang degan narsa ham tushgan emas.